18-mavzu mein, dein, unser deb nomlanyapti, ya'ni passiv artikl, egalik olmoshlari, tegishli olmoshlar yoki притяжательное местоимение deyiladi rus tilida. Demak, bu juda ham qiziqarli mavzu. Demak, bunda nimani biz aytamiz? Birorta bir narsa buyumni kimga tegishliligini ko'rsatamiz. Va qanaqa tarzda tuslanadi deydigan bo'lsak, e'tiborlaring qaratinglar. Da ist das Ihr Koffer deyilyapti. Bu sizni chevadaningizmi deyapti. Demak, ich, mein, ya'ni ishni ma'nosi meniki. Du, dein, dein ma'nosi seniki. U, sein bo'ladi, uniki. Es, sein bo'ladi, bu ham uniki degan ma'noni beradi. Sie, ihr bo'lyapti, bu ham uniki. Xo'p, wir, unser bo'lyapti, bizniki. Ir, euer bo'lyapti. Sizniki bo'lyapti. Yoki sie kichkina harfda bo'lyapti. Ir bo'lib qolyapti, bu ham ularniki degan ma'noni beryapti va sie hurmat bilan katta harfda yozilyapti. Ir bo'lib, bu sizniki deb bitta odamga nisbatan hurmat qilyapmiz. Demak, ich mein, du dein, hop, sein, es sein, sie ihr, wir uns, ir euer, sie ir bo'lib qolyapti. Bu passiv artiklda tushlanishlari edi. Mana bu katta jadvalga qaratib ishlashni so'rayman. E'tiborlaringni biroz ko'pgina ma'lumot berilyapti, lekin buni albatta mashqlar bilan sizlar kuchaytirib olsalaring bo'ladi bemalol, xudo xolasa. Demak, nima bo'lyapti? Bu yerda nominativ, akkuzativ hamda dativ padejlar berilyapti. To'g'rimi? Nominativ, akkuzativ, dativ. Va sizlarga maskulinum, neutral, feminin hamda plural, bu rod hamda ko'plikni beryapti. Endi bu yerda nominativ, akkuzativ hamda dativda aynan shu passiv artikllarda tuslanishni o'rgatib ketyapti. Faqatgina mein deb boshda ko'ramiz, keyin qolganlarni ham ko'rib ketamiz. Demak, nominativda mein Vater bo'lib qolyapti. Utta noaniq artikl ein bo'lsa, shunga m harfini qo'shib qo'yasizlar. Bo'ldi. Shu bilan passiv artikl ham bir xil tuslanaveradi. Keyingisi das Auto edi, mein Auto bo'lyapti. Bu yerda ham ein bo'lardi, eslangda bo'lsa, noaniq artikli. O femininumda di bo'lardi. Shuning hisobiga nima bo'lib qolyapti? Di dagi, demak, kelib qo'shilib olyapti. Shuning uchun meine Mutter bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlar? Xo'p, endi pluralda meine Eltern. Bu yerda ham di bo'lgan hisobiga meine ko'rinishiga kelib qolyapti. Xo'p. Demak, qolganlari ham bir xil ketadi. Misol uchun maskulinumda dein Vater, sein Vater, sein Vater, ihr Vater, unser Vater, euer Vater, ihr Vater, ihr Vater. Ya'ni meni otam, seni otang, uni otasi, uni otasi mushkul roddagi, jenskiy roddagi hamda sredniy roddagi aytib ketyapti va bizni otamiz, euer, sizni otangiz, ihr Vater, bu yerda ham ularning otasi hamda kichkinasi sizni otangiz, bu hurmat yuzasidan ketyapti. Endi neutralda xuddi shunaqa mein Auto, dein Auto, sein Auto, sein Auto, ihr Auto, unser Auto, euer Auto, ihr Auto, ihr Auto. Bu yerda ham demak bir xil bo'lyapti. Xo'p, endi sredniy rodda meine Mutter, deine Mutter, seine Mutter, seine bu yerda ham ihre Mutter, unsere Mutter, eure Mutter, ihre bo'lyapti. Ko'ryapsizlar? Hamda pluralda meine Eltern, bizni ota-onamiz, deine Eltern, seni ota-onang, seine Eltern, uni deyilyapti yoki ihr Eltern. Unsere Eltern, bizni otamiz bo'lyapti. Eure Eltern, sizni otangiz. Sizni ota-onangiz. Ihre, ularning ota-onasi hamda ihre hurmat bilan sizni ota-onangiz bo'lyapti. Demak, endi akkuzativga e'tiborimizni qaratamiz. Xuddi akkuzativda demak, der qolganligini hisobiga bizda ham nima bo'lyapti? En kelib qo'shilib olyapti. Meinen Vater bo'lib qolyapti. Meni otam bo'lib qolyaptimi shunda? Euren bo'lib qolyapti yoki shunaqa tarzda davom etadi. Va qolgan neutral bilan femininum bir xil. Mana bu nominativ bilan bir xil bo'ladi, plural ham bir xil bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bizda faqatgina o'zgarish en qo'shilib qoladi. Hammasiga bu nimada ekan? Akkuzativda bo'lyapti. Xo'p. Endi dativniy padejga
imperativlar. Дательный падежda demak murskoy rod bo'lib qolardi hamda средний rod ham dem bo'lib qolardi. Murskoy rod hamda средний rod. A женский rod bo'lsa nima bo'lib qolardi? Der bo'lib qolardi. Shuning uchun demak ko'rib chiqamiz o'zgarishlarni meinem bo'lib qolyapti. Ko'ryapmiz a? Средний rodda ham meinem auto. Женский rodda meiner Mutter bo'lib qolyapti hamda pluralda meinen Eltern bo'lib qolyapti. Bu yerda albatta en deklinatsion yuzaga kelyapti. Buni ham ko'rib turasizlar. Xo'p. Demak, bundan oldingi darsda sizlar bilan дательный падеж hamda akkuzativlarni ko'rib chiqqandik. Bugun esa tegishli olmoshlarni, ya'ni egalik olmoshlarining tiklanishini ko'rib chiqdik.